legendarniy faktura chiqarish ko'rsatyapmiz. Bugun sizlarga qumsiz attachentomizdan, ya'ni Setsilver mahsulotimizdan legendarniy faktura chiqarish ko'rsatyapmiz. Hozir bunda birinchi sloyni tortib olganmiz. Birinchi sloy yupqa qilib tortiladi, shpagilovkani singari tortilaveradi. Ikkinchi sloyda birinchi sloyga nisbatan ozroq, qalinroq tutasizlar. Shandamani bosib tortganda o'zi kerakli qalinlikda berib ketadi. Faqat bunday qilib qirib olib tashlamasanglar ham bo'ldi, ozroq qoldirib. Faktura berishda andavani vaskorka shaklida aylantirib chiqamiz. Agar sizga kichikroq gul kerak bo'lsa, kichkina qilib aylantirasiz. Agar kattaroq gul so'rasa, masalan, bunda sal kattaroq qilib faktura berib, katta aylantirsangiz bo'ladi. Katta chiqadi. Kichikroq faktura so'rasa, kichraytirib berasiz. Bizdan bu obyektimizda kichikroq faktura so'rashgan. O'shuning uchun hozir kichkinaroq faktura chiqarishni ko'rsatamiz.